Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Ahmadbekova Risolat Botirali qizi, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, pedagogika psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrasi psixologiya fani o'qituvchisiman. Bugungi tushuntiradigan darsimiz 1-moduldan. Modulimiz nomi ta'limda inklyuziya va ehtiyojlarga asoslangan differensial yondashuv modulidan. Demak, mavzuyimizning nomi inklyuziv ta'limning psixologik, pedagogik va metodologik asoslari. Mavzuyimiz rejasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, birinchi rejamiz inklyuziv ta'limning maqsadi va vazifalari. Keyingisi inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari. Oxirgisi esa umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonlari hamda xorijiy va milliy tajriba bilan solishtirib o'tamiz. Demak, mavzuyimizni boshlaymiz va birinchi o'rinda inklyuziv ta'lim o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Inklyuziv ta'lim bu barcha bolalarning, ya'ni barcha o'quvchilarning bir maktabda, bir sinfda va bir xil sharoitda ta'lim olishiga inklyuziv ta'lim deb ataymiz. Ya'ni bunda aytiladiki, nogironligi bo'lgan bola hamda sog'lom bolalar kabi diqqat bilan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. O'zbekistonda barcha bolalar oilaviy ahvolidan qat'iy nazar davlat maktablarida ta'lim oladi. Bu davlat tomonidan kafolatlab qo'yilgan. Endi inklyuziv ta'lim o'zi ma'nosini tushunib olishimiz kerak. Ya'ni inklyuziv ta'lim ingliz tilidan olingan bo'lib, qo'shmoq, qamrab olmoq degan ma'nolarni anglatadi. Nogironligi bo'lgan bolalar deb kimlarga aytiladi? Nogironligi bo'lgan bolalar deb barqaror jismoniy, aqliy, sensor hamda sezgi va ruhiy nuqsonlari tufayli hayotiy faoliyati cheklanganligi munosabati bilan davlat va jamiyat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatilishiga hamda o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga nogironligi bo'lgan bolalar deb ataymiz. Demak, nogironlikni tasnifi bilan tanishamiz, ya'ni turlari, 4 xil tasnifi mavjud. Birinchisi jismoniy nogironlik, ya'ni ko'zga ko'rinadigan jismoniy tomondan nogironligi bor shaxslar. Keyingisi aqliy nogironlik, ya'ni bu ko'zga ko'rinmaydigan nogironlik deb ham ataladi. Aqliy zaiflikning qandaydir turi mavjud bo'lsa, demak nogironlikka kiritamiz. Undan keyin esa sensor a'zolarida nuqsonlari bor. Ya'ni sensor bu sezgi a'zolarida, masalan, ko'rish, eshitish organlarida nuqsonlari bor insonlarga nogironligi bo'lgan shaxslar deyiladi va oxirgisi psixik, ya'ni ruhiy nuqsonlari bor insonlarni ham nogironlikka kiritsak bo'ladi. Endi mavzuyimizning asosiy maqsadi, ya'ni inklyuziv ta'limning maqsadi bilan tanishamiz. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishdan iborat. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, bizning asosiy maqsadimiz inklyuziv ta'limdagi har bir o'quvchiga alohida vositalar hamda soddalashtirilgan metodlarni qo'llash orqali darslarni o'tib berishimiz hamda muhitni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Endi inklyuziv ta'limning asosiy vazifasi esa alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish. Ya'ni ta'lim jarayonida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirishdan iborat bizning asosiy vazifamiz. Endi inklyuziv ta'limga qabul qilish shartlari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, inklyuziv ta'limga birinchi o'rinda qabul qilishimiz uchun bizga o'quvchini maktabga qanday qabul qilinadi? Bunda bizga inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich, tayanch, korreksion sinflariga yo'llangan har bir o'quvchiga ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan shaxsiy hujjatlar yig'ma jildi rasmiylashtiriladi va maktab rahbariyatiga taqdim etiladi. Keyingisi esa o'quvchilarning shaxsiy hujjatlar yig'ma jildida bir qancha hujjatlar bo'lishi kerak. Masalan, birinchi o'rinda ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning arizasi, ota-onasini roziligi yoki ota-onasi yo'q o'quvchining uni vasiylikka olgan yaqinlarining arizasi, ya'ni roziligi kerak bo'ladi.
Keyingisi esa psixologik tibbiy komissiya xulosasi. Keyingisi esa ta'lim olganligi to'g'risidagi hujjatlar, ya'ni o'sha ta'lim muassasasida o'qiyotgan bolalar uchun. Keyingisi o'qish joyidan ta'limning muddati, o'quv fanlarini o'zlashtirilishi va xulq-atvori, o'quvchiga yakka tartibda ko'mak berish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning batafsil tahlili aks ettirilgan ma'lumotnoma va tavsiyanoma kerak bo'ladi. Keyingisi esa o'quvchining yashash joyidagi shifoxona bosh vrachi tomonidan imzolangan uning rivojlanish tarixidan mufassal ko'chirma kerak bo'ladi. Endi inklyuziv ta'limning huquqiy asoslariga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni maxsus ta'lim sifatini oshirish bo'yicha O'zbekistonda qabul qilingan asosiy qaror va qonunlar quyidagilardan iborat bo'ladi va O'zbekistondagi qonun va hujjatlardan tashqari BMT tomonidan, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan hamda UNICEF tomonidan qabul qilingan xalqaro qarorlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'rinda BMT tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yilda qabul qilingan. Bu deklaratsiyada aytib o'tilgan har bir insonning ta'lim olish huquqini asosiy va ajralmas huquq sifatida belgilab beradi. Keyingisi esa 1975-yilda qabul qilingan nogiron shaxslar huquqlari to'g'risidagi deklaratsiya. Bu nogironligi bo'lgan shaxslarning boshqa fuqarolar bilan bir xil huquqlarga ega ekanligi va ularga to'laqonli hayot sharoitlarini yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Keyingisi 1989-yilda qabul qilingan bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya. Bu barcha bolalarning huquqlarini himoya qilishni kafolatlaydi va ularni ta'lim tizimiga to'liq integratsiya qilishga chaqiradi. Endi o'zimizdagi O'zbekistondagi kerakli bo'lgan asosiy qarorlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonuni barcha o'quvchilar uchun ta'limga teng huquqlikni kafolatlab beradi. Keyingisi esa bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonuni 2008-yilda qabul qilingan ta'lim olishdagi teng imkoniyatlar va kafolatlarni ta'minlab beradi. Keyingisi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun O'zbekistonda 2020-yilda qabul qilingan. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qiladi. Prezidentimizning 2020-yil 13-oktyabrdagi 48-60-sonli qarorlari bilan 2020 va 25-yillarga mo'ljallangan inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Bu konsepsiya asosida bir qancha qarorlar belgilab o'tilgan, ya'ni bular bilan tanishamiz. Inklyuziv guruhlar va sinflar tashkil etish, ya'ni har bir maktabda inklyuziv guruhlar va sinflar tashkil etilsin deb belgilab qo'yilgan. Keyingisi esa pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ya'ni maktabdagi pedagoglarni inklyuziv ta'lim borasidagi qayta tayyorlovdan o'tkazish hamda malakasini oshirish talab etiladi. Keyingisi esa maktablarni zarur jihozlar bilan ta'minlab berish. Maktablarga inklyuziv o'quvchilar qabul qilishdan avval maktablarni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan narsalar inklyuziv o'quvchilar uchun alohida yo'lakchalar, ya'ni tekis yo'lakchalar, panduslar deb ataladi bularni. Undan tashqari inklyuziv o'quvchilar uchun alohida liftlar tashkil etib berish kerak bo'ladi hamda ularga maxsus hojatxonalar kerak bo'lishi kerak. Keyingisi esa nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya O'zbekiston tomonidan 2009-yilda ratifikatsiya qilingan. Ya'ni bu inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan bolalarni ta'lim tizimiga jalb qilish borasidagi xalqaro majburiyat hisoblanadi. Keyingisi esa inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrdagi 638-sonli qarori. Ya'ni bu qarorda belgilab qo'yilgan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida qabul qilingan. Endi inklyuziv ta'limga qabul qilinadigan o'quvchilar toifasi bilan tanishamiz. Birinchi o'rinda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar. Ya'ni eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 detsibelgacha bo'lgan, rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalarni qabul qilishimiz mumkin. Keyingisi esa ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar.
ko'rish qobiliyatining buzilishi 0-1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlari bo'lmagan bolalarni qabul qilsak bo'ladi. Keyingisi esa somatik kasalliklar. Somatik kasalliklarga psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalarni ham qabul qilsak bo'ladi. Keyingisi nutqida og'ir nuqsoni bo'lgan bolalar. Ya'ni alaliya, dislaliya, afaziya, dizartriya kabi bir qancha nutqida og'ir nuqsoni bo'lgan bolalar tashxislarini ham qabul qilsak bo'ladi. Bular asosan bolalarda gapirishdagi sustlik, duduqlanish bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi. Keyingisi intellektual rivojlanish saqlanib qolingan, lekin tutqanoq holatda bo'lgan bolalar. Agar bola tutqanoq bir oyda bir marotabadan oshmagan holatda bo'lsa, inklyuziv ta'limga qabul qilsak bo'ladi. Keyingisi esa aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar. Ya'ni o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalarni ham qabul qilsak bo'ladi. Keyingisi esa tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar, turli xil falajlik kasalliklari, skolioz, poliomiyelit, miopatiya, osteomiyelit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi kabi nuqsonlarni ham qabul qilsak bo'ladi. Endi inklyuziv ta'limga yoki umuman ta'limga qabul qilinmaydigan o'quvchilar toifasi bilan tanishamiz. Birinchi o'rinda aqli o'ta zaif bolalar. Ya'ni buni fanda imbetsil, idiotiya darajasiga teng bo'ladigan o'quvchilarni olsak bo'ladi. Ya'ni shunday tashxisdagi bolalarni olsak bo'ladi. Keyingisi esa xulq atvorida og'ir buzilishi bo'lgan o'quvchilar. Ya'ni hissiy irodaviy sohasida buzilishi bo'lgan o'quvchilarni ham kiritamiz. Undan tashqari tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan, o'zi mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalarni ham qabul qilish mumkin emas. Keyingisi esa cross nogironlik, ya'ni cross nogironlikka bir o'quvchida ham ko'r, ham kar, ham soqovlik xususiyati mavjud bo'lsagina ta'limdan ozod etiladi. Keyingisi tez takrorlanadigan epileptik tutqanoq, ya'ni epilepsiya kasalligi. Agar epilepsiya kasalligi bir kunda bir yoki undan ko'p marotaba tutadigan bo'lsa, demak ta'limdan ozod etiladi. Oxirgisi esa markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab tura olmaydigan o'quvchilar toifasini ham ta'limdan ozod etamiz. Demak, har bir bola uchun uning rivojlanishiga qarab individual reja ishlab chiqish har bir pedagogning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ya'ni har bir bolani rivojlanish turiga qarab dars mazmuni soddalashtiriladi va unga moslashtirilishi kerak bo'lishi lozim. Endi darsimiz so'ngida xulosalar bilan tanishamiz. Ya'ni xulosa o'rnida aytishimiz kerakki, har bir inklyuziv o'quvchini differensial ta'lim asosida o'qitishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni differensial ta'lim bu har bir o'quvchini qiziqishi, qobiliyati, rivojlanishi, psixologik xususiyatidan kelib chiqqan holatda yondashishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilarni yanada yaxshiroq o'qitishimiz hamda tushunarliroq ta'lim berishimiz nazarda tutilgan. Ya'ni inklyuziv ta'limda bir shior bor: nazariy bilimdan ko'ra ko'proq amaliy bilimga yondashishimiz kerak bo'ladi. Shundagina inklyuziv ta'limdagi o'quvchilarga yaxshi dars berishimiz mumkin. Endi darsimiz so'ngida foydalangan adabiyotlar haqida to'xtalib o'taman. Xayrullayeva, ya'ni maxsus psixologiyadan foydalandik. Abdullayeva psixologiya asoslari, Solso kognitiv psixologiya, Ergash G'oziyev bolalar va maxsus psixologiyasi, Lev Vygotsky defektologiya asoslari, Musallimov nogiron bolalar psixologiyasi, Ananiyev shaxs va individual farqlar psixologiyasi, ilmiy va qo'shimcha adabiyotlar. Va bizga kerak bo'ladi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bir qancha kerakli bo'lgan qarorlari va prezidentimizning asarlari ham kerak bo'ladi.